Balon ko'rasizlarmi, chirib ketgan. Propan balonda hech qachon bunday holatda minishlikni tavsiya qilmaydi. 5 yil bo'ladi. 5 yil bo'ladi. O'shanda 7300 ga 7300 ga Ashpati Cobalt'ni 9000 ga beradi. 9000 ga beradi Ashpati. Akalar, akamiz bizni necha yildan beri obunachimisiz aka? Hop, sizga kamida bir 6 yildan beri obunachimiz. Eng qizig'i avtosozda ishlab yurgan paytimizda ham metanni, ham propanni kelgan aka. Shu savatda o'tib ketdik. Agar pul bering deganmisiz, nima degansiz aka? Nima deganman men shunda? Yo'q degansiz. Ko'rmagansiz. Ashpati o'zida ham metanni, ham propanni yurmanglar degan ekanman. Eng qizig'i akamiz ashunda baribir yurmagan, lekin hozir mana kelib metanini ham Ashpati kimga ulatib olgan ekansizda propanni. Ular biz qo'ymaganmiz. Propanlarni ham metanlarni ham chiqarib olib, noldan o'ziga xos qilib original narsalar bilan propanni fullidan qo'yib berganmiz. 48 talik balon taglariga, shu izolyatsiyalar bilan chirimaydigan qilib. Videoda oxirigacha ko'rib tursangiz, o'zim balonni ko'rsataman. Sizniki mana shu yerda? Mana shu yerda. Kelinglar. Bu balon ko'rasizlarmi, chirib ketgan. Propan balonda hech qachon bunday holatda minishlikni tavsiya qilmaydi. Sababi metanga qaraganda buni propanda, ya'ni metali sal yuqoriroq bo'ladi. Sal opasniy holatga keltirib chiqarishligi mumkin. Shuning uchun imkon qadar yaxshi joyda shu izolyatsiyalarni qildirib, teshiklarni yoptirib, keyin propan harakatlaning. Bu o'zingizni foydangiz uchun hamda bezopasligingiz uchun ancha rol bajaradi. Aka, tanlov uchun sizga tashakkur aytamiz. Alloh xohlasa inshaalloh shu bilan aka yana xotirjam 5 yil yursiz ham bo'laveradi, agar mingsiz 5 yil. Akalar, sifatli xizmatlar bo'yicha Gazprom Servisiga tashrif buyuring. Sizlarga ham ishinglarda chotki qilib, original zapchastlar bilan bitkazib berishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmang.